Hammaga salomlar. Bugun sizlar bilan lab to'g'ri bo'yash texnikasini birgalikda o'rganamiz. Buning uchun bizga Mr. Tizik qalami bilan Flormar brendini 01 otelkasi kerak bo'ladi. Hozir sponjni ozgina tonalka oldim. Ozgina buni kenglabga sekin urib olamiz. Endi ozgina pudra berib olamiz. Endi tizik qalamimiz bilan chizishni boshlaymiz. Labni tegi qismidan safar chizig'idan asosan chizamiz. Bu tezroqdan boshlaganimiz labni ozgina kattaroq ko'rsatadi. Bizlar endi tepa qismiga o'tamiz. Rastashopka qilganda keslarimizni yengil harakatlantiramiz. Endi qo'limizdagi boshqa yumshoq kesimizni olib pomada surishni boshlaymiz. Pomadani birinchi pastki qismidan boshlaymiz. Men blest yapmoqchiman. Ochishga ko'ra suvsiz ham bo'ladi, suvsiz ham bo'ladi. Bu lab bo'yash usulini kundalik makiyajlarda ham qo'llansangiz bo'ladi.